Assalomu alaykum, hurmatli va aziz muxlislarim. Bugun 7 aprel 2026-yil. Bahor, mana daraxtlar barglarini chiqarib, juda ham chiroyli holatga kirmoqda. Bugun bizning navbatdagi gapimiz bu jurnalist otaxonlar, nafaqadagi jurnalistlarning yig'ilish gapi. Borib, qo'ldan kelgancha shu tasvirlarga olib, sizlarga yetkazishga harakat qilaman. Mana choyxona tayim. Xudo xolasa hozir shu tasvirga olishni boshlaymiz. Qani ketdik. Sonimdagi qanaqasiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Uydagilar yaxshimi? Yaxshi yuribsizlarmi? Charchamasdan? Aka qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamaysiz? Uzoq usulda aytgan yo'q yuribman. Ha, qara. O'ylarni deb eshitdim. Kimga? 1 soat. Ha, yaxshi ommalashibdi. Ha, aka. Qanaqasiz? Qamaldan ekan bilan so'rashib qo'ydim ozgina. Boylar ko'payib ketibdi. Siz, u ana keladigan bo'yda bor. Yaxshi. Salomsiz, men yaxshi o'zim, men bu narsani anaqa bora, men yozganman-da, hozir men o'tirish tekstini yozib, saqlanib qo'ydim. Saqlanib degan joy bosib, keyin yo'q, qayerda saqlanib qiladi shuni yozgan narsangizni. Yo'qotib qo'ydingizmi? Yo'q, yuqorida o'sha qayerda saqlanib bilmayman shuni. Qayerda saqlanib turdi. Saqlanib degan joyni bosdim. Saqlanib qilib qo'ydim. Qayerda saqlanib qiladi dedim. Qayerda ochish kerak, saqlanib ochish. Anaqani ochasiz. Nima ochasiz? Qashdan siz kerak. Ya bu yo'q ekan. Ya bu jif ekan-a bu. To'xtang. Har oyda bitta kitob yozasiz? Yo'q, endi bu yil dam olamiz. Adam rahmatli bitta kitoblarni chiqaraman. Yana bir narsa qilaman, xudo nasib qilsa. Bu zo'ravon kim yozdi buni? Maniki. Shirin kalomli hamda tabassumli chaqirasi yilli kishilarga umr ulashayotgan Salohiddin akaga tansihatlik uzoq umr tilayman. Alisher Somo'gin ukalari. Umringiz uzoq bo'lsin. Ijodingizga baraka edi. Orimang. Endi bir oyda ikkita chiqarib ko'ring. Yo'q. Ya unga pul yetmaydi oka. Puli bormi? Salom alaykum. Ha. Pul bo'lsa 10 ta chiqaveradi. Ya endi bunga anaqa ham kerak. Yosh kerak. Ya endi sizda hammasi tayyor. Bisot yozgan. Qo'l yozmalar serobda. O'sha yerda ishlagan paytda yig'ib qo'ygansiz. Bu o'sha Hakim akam rahmatli paytdagi anaqalarni sekin chiqarib olibsiz endi. Borganda hamma ayrari kim sigara chekkan, kim boshqa qilgansiz. Yozib chizib o'tirgan. Hadi şey ray degan tekrar chiqib turadi debsiz.
Oshni yemaslik gunoh. Hammaga yoqimli saxar. O'sha yemaslik uchun Hozir men boshlayman. Yoqimli saxar menga. Afsomadagi mana xudo xolasa Nuriddin akam o'zimiz ham ulfatimiz, ham akamiz, ham birga O'zbekiston radiosida birga ishlaganmiz. Bularni 80 yoshlik yubileylar bo'ladi. Endi bular to'g'risida ko'p narsa bilasiz. Ikkovimiz Nuriddin Aminjonov asli Chus farzandi. Chusni Soybo'yi mahallasida tug'ilgan. Lekin zamonni zayili bilan ota-onasi Nuriddin 6 oylik chaqaloqlik paytda Yo'rgakda Toshkent viloyatini eski Toshkent qishlog'iga ko'chib kelishgan. Endi bu yerda Nuriddin uni o'sdi, katta bo'ldi. Lekin onani allasidan o'sha allani matnlaridan ilhomlangan bo'lsa kerak. Bu yigitimiz o'sha bolalikdan, yoshlikdan o'sha she'r yozishga, ashula aytishga, qo'shiq kuylashga shu ishqiboz bo'lib qolganda. Bu ham Allohning bergan bir karomati, irodasi tufayli bo'lgan bo'lsa kerak. Bu o'sha eski Toshkent mahallasida hamma juda ham yaxshi biladi. Sobiq sotsialistik mehnat qahramoni bo'lgan 2 marta bu O'zbekistonimizda juda kam nimalar. Faqat Sharof Rashidov 2 marta sotsialistik mehnat qahramoni bo'lgan. Lekin 3 marta sotsialistik mehnat qahramoni bo'lgan odam ham bor. Hamroqul Tursunqulov degan otamiz. Lekin Nuriddin o'sha 2 marta sotsialistik mehnat qahramoni Tursuna Oxunovani dalasida o'sha chigit ekishdan boshlab, uni yagana qilishdan boshlab, uni chekanka qilish, uni g'o'zani atrofiga ishlov berish, paxta terish, hatto ko'rak chuvishlarni ham hali boshidan o'tkazgan yigitimiz. Lekin o'shalardan ozgina bezganmi, bilmayman. O'sha dalalarda ham o'sha ashulasini aytib, she'rlarni to'qib yurgandim-a. Men endi Toshkentga borib o'qimasam bo'lmaydi. Kelajagimni shu Toshkentdan topishim kerak degan ma'noda Toshkentga keladi. Toshkentda birinchi poligrafiya texnika bilim yurtini bitirgan bu. Ana shu yerda o'qib yurgan paytida Hunar texnika bilim yurtini madaniyat saroyi bo'lgan. Bu hozirgi Amir Temur maydonini yonida ana shu saroyda katta nimalardan san'at sohiblaridan ta'lim olgan, boshqa qilgan. Endi ozgina bo'lsa ham O'zbekiston filarmoniyasida ozgina bo'lsa ham ishlagan. Shu ishlay yurgan paytida yo men o'qimasam bo'lmaydi shekilli degan ma'noda Toshkent davlat universiteti jurnalistika fakultetini kechki bo'limiga o'qishga kirgan. O'qishga kirgan paytida men u paytlarda ozgina radioni oqini, qorasini, baland pastini, qayerdan suv oqayapti, qayerdan suv oqmaydi, bu narsani ozgina biladigan paytimda Nuriddin shu mo'tabar dargohga ishga kelgan. Muzikali eshittirishlar tahririyati ish boshlagan. Ishini ham boshlagan ishi ham shu xalq ijodiyoti bo'limidan boshlaganda bu. Bu haqiqatda o'sha paytlarda juda murakkab bo'lgan.
endi o'sha sho'ro davrida bizni o'tmishlarimizga juda boshqacha ko'z bilan qaragan payti. Shunga qaramasdan Nuriddin mana shu xalq ijodiyotini yo'lga solish paytida, u paytlarda ko'pgina odamlar biladi, men o'zim ham bilmas edim bu narsani. Baxshichilikni. Men u nima ekan degan ma'noda bilmas edim. Bilardim bolalik paytimda, misol uchun mana Go'roqli, Kunto'mish, boshqa haligi dostonlar o'qiganmiz, boshqa qilganmiz, eshitganmiz. Mana shu baxshilarni O'zbekistonda topish, yig'ish, ularning ovozini yozishda bosh-qosh bo'lgan yigitlarimizdan biri. Endi men sal qisqaroq qilib gapiradigan bo'lsam, O'zbekiston radiosida 54 mingdan ziyod qo'shiqlar, xalq baxshilari, termalari, laparlarini yozilgan, magnit tasmasiga yozilgan bisotlarimiz bor. 45 mingdan ziyod deyapman. Mana shu 45 mingdan ziyod o'sha tasmalarga yozilgan qo'shiq, lapar va boshqa dramatik asarlar va boshqalardan 15 mingtasi bevosita Nuriddin Aminjonovni o'zini tashabbusi bilan, o'zini yordami bilan yozilgan asarlar o'shalar. Lekin hali men 45 mingdan ziyod haligi fondimizda, oltin fondimizda saqlanayotgan narsani hammasi Nuriddinni qo'lidan o'tgan bu. Birma-bir o'tgan. Chunki Nuriddin mana shu yozilgan magnit tasmalariga yozilgan asarlarni umrini uzaytirish uchun u magnit tasmalarini hozirgi zamon texnologiyasi asosida qayta yozdirib, tashkil qilib, hozir oltin fondimizda saqlanyapti. Endi hozirgi paytda ishlayotgan joyini bir og'iz gapirib o'tishimiz kerak. Maqomchilar guruhini e'zozlash, ular ishini rivojlantirish, boshqa qilishda shu maqom markazida ish olib boryapti. Bu oson ish emas. Bu yerda Nuriddinni shunchalik nimaligi, bilimdonligini shu bilamanki, har bir qo'shiqchi, hofiz bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar kelib ashulasini, boshqasini aytishda albatta Nuriddinni qo'lidan o'tish kerak. Uni har bir qo'shiq aytishda qaysi harfga urg'u berish kerak. O'sha mumtoz adabiyotimizni vakillarini, g'azallarini, she'rlarini, boshqalarini bularga birma-bir sanab o'tishda, boshqa qilishda bu Nuriddinni xizmatlari juda katta. Shuning uchun ham hozirgi prezidentimizni tashabbuslari bilan O'zbekistonimizda maqom ijrochilik instituti tashkil etildi va bu institutni faxriy professori lavozimiga saylandi. Nuriddin bitta bu ishlari bilan chegaralanib qolgan yo'q. Nuriddin 20 ga yaqin asarlar yozgan. 20 ga yaqin asarlar demoqchimanki, 20 ga yaqin kitoblarni muallifi u. Bu yozgan she'rlari, boshqalari, g'azallari hammasi hozirgi xonandalarimizni ijrosida baralla yangrayapti, radioda, televideniyada batafsil davom etyapti. Yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Bu o'zimizni mana 30 ga yaqin guruhimizni biz birlashtirganmiz. 30 ga yaqin guruhimiz 4 yildan buyon bu radio hamda televideniya faxriylari. Ana shu faxriylarimiz ichida ham biz baribir kim bo'lishidan qat'iy nazar ijodkor bo'lgan, muharrir bo'lgan, muzikadami, adabiyotdami, sanoatdami, axborotdami, qaysi bir
tahririyatda ishlagan bo'lsa, ular hammasi ijodkor. Ular yigitlarimiz o'zlari qo'lidan kelganicha xotiralarini yozyapti. O'zlarini ocherklarini, boshqalarini to'plab kitob tarzida qilib chiqaryapti. Bu nimada ham bizni Nuriddin ukamizni qo'li baland, mana shu davramizda, yig'ilishlarda, boshqalarda shu hozir radio, televideniyada qanday o'zgarishlar bo'lyapti, nimalar to'g'risida kamchiliklar yo'l qo'yilyapti. Ularni mana shu davramizda bo'layotgan suhbatlarda baqamti suhbatlashamiz, yutuqlaridan faxrlanamiz, kamchiliklaridan ozgina bo'lsa ham dilimiz og'riydi. Shu paytlarda bizga ko'proq ko'makdosh bo'ladigan ukamiz Nuriddin Aminjonov. Biz ana shu 30 dan ziyod ukalarim nomidan, kasbdoshlarim nomidan Nuriddinga uzoq sog'lik tilayman, salomatlik tilayman. Bolalarini orzu havasini ko'rsin. Yaxshi kunlarda har doim birga bo'lish hammamizga nasib etsin. Sog' bo'lsin. Rahmat. Aslida bir yaxshi inson o'tirishibdi. Men bir kitob qarasam, ikkita kitob bor ekan uyimda. Men bittasiga bir bebaho insonga bergin shuni. Sen bilan 40 yil, 45 yil ishladi yoningda o'tirib. Taniydi seni. Shoni mutakamga Imom Buxoriy tarixi. Tozasi, bu tozasi. Yolg'on gap yo'q, iltimos. Yolg'on gap yo'q. Rahmat. Bittasi sizga. Shuni baqinimda bir ikkita odam teshiyordi. İşga borish kerak ekan. Xo'p. O'shancha o'tiraveramiz. Choyimizni ichaveramiz, suhbatimizni bo'laveradi. İşga boradiganlarga ruxsat berish uchun Shonibekxon qisqa variantini bir duo qilib. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Elhamdülillah, elhamdülillah. Ve salatu ve selamun nebiyyina seyyidina Muhammed ve ala alihi azmeyn. Parvardigori olam yedirding, ichirding, mamnun qilding. Yegan ichganlarimizdan hosil bo'lgan savoblarni bu dunyoda o'tgan barcha payg'ambarlarga, xosatan Muhammad payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni, barchamizdan o'tgan ota-avlod, ona-avlod, xeyr-shohrobalarimizni, biza bilan birga ishlagan barcha hamkasblarimizni, o'tganlarni o'zing g'ariq rahmat shoshda jannat qilgin. Allohim yurtimizga tinchlik, xalqimizga farovon, xonadonlarimizga fayz, barakot, tinchlik ato qilgin. Allohim hammamiz tan jonimiz sog' qilgin, iymonimiz salomat qilgin. Farzandlarimizga nevara, evaralar bosh bo'lib beringlar. Allohim bu Nuriddin akamlarning ham tan jonlari sog' bo'lsin. Umrlariga, rizqlariga Alloh baraka bersin. Kasbkorlariga baraka bersin. Allohim hammamizni oxirat kuni yana shunaqa o'tirishlarimiz jannatlarda musharraf aylagin. Va sallallohu taolo xayri xalqi Muhammad va ala alihi azmayn. Rabbana atana fid dunya hasana va fil oxirat hasanata va qina azaban nar. Fazlika bi karamik. Allohu akbar. Qani kelin. Kelin. O'rtoqlar eshitdinglar ha? Dushanba kuni soat 11 ga yoziblar. Bu yerda 1:30 Sulolaga. Az mehmonni qo'yinglar.